masalan sinchab kabi. Yeni yashashdan tashqarida hech narsa kutmasdan, yeni barcha mehnatingiz va harakatlaringiz yashashga sarflanadi. Siz hayotga jiddiy qaraysiz, ya'ni shu darajada jiddiy qaraysizki, masalan qo'llaringizni orqangizga bog'lab, orqangizni devorga suyanib, yoki ulkan ko'z o'ynoqlaringiz bilan laboratoriyada oq ko'ylagingiz bilan odamlar uchun hatto yuzlarini hech qachon ko'rmagan odamlar uchun ham bo'lishingiz mumkin. Hech kim sizni bunga majburlamagan bo'lsa ham, eng go'zal va haqiqiy narsa yashash ekan jigara. Sangiz hal, ya'ni siz hayotga shunchalik jiddiy qaraysizki, masalan 70 yoshingizda ham zaytun daraxtlarini ekasiz. Ular bo'lar yoki shunga o'xshash narsalar uchun qoldirilishi uchun emas, balki o'lishdan qo'rqsangiz ham o'limga ishonmasligingiz uchun. Chunki yashashning tomoni hamma narsadan ustun turadi.